Bitta savol miyamni ezyapti-da. Nega aroq ichsam meni aroqxo'r deyishadi? Fanta ichsam fantastik deyishmaydi, nimaga? Do'stimga qanaqa qizga uylanasan deb savol berganimda, qiziqishlari o'zimniki bilan bir xil bo'lgan qizga uylanaman deb javob berganda, hozir o'sha do'stim uylandi. Kelin ovqatdan keyin sigaret chekishni yaxshi ko'rar ekan, ana bo'lmasa. Men uni sevaman. Bekorni aytibsan, men sevaman. Meniki bo'ladi u. Hozir men uni eriman desam, o'lib ketsam kerak-a? Aka, nosingiz bormi? Mendan shakmimanman. Mendan nos so'rama. So'rama vobshe. Qo'ydan tarqagan. Qo'ydan tarqagan. Abdusattor aka, yarim tunda qayoqqa ketyapsiz, brat? Hovlimda kimdir yuribdi-da yarim tunda. Vohim aqmang, nima qo'rqasiz? Men sigaret chekishga chiqdim-da, brat. Onangni sanmi deng? Men kim ekan debman. O meni o'yinchog'im ber. Yo'q, meniki. Ber. Onam ko'rsa dabdala qiladi hozir. Bu meniki o'yinchoq. Bersangchi, o'yinchoq meniki. Bermayman, baribir bermayman. Berasiz. Yo'lni tezasanmizmay. Ekanadan qulog'im tagida shang'illab o'lding-ku. Bir oq xalat kiygan qizga oshiq bo'lib gapirdim. Qani edi siz ishlaydigan joyga bemor bo'lib borsam desam, qiz men raddomda ishlayman desa, dumalab tushibman. O'zingizni juda ham yolg'iz his qilyapsizmi? Sizga zo'r maslahat bor. Tunda yolg'iz o'zingiz eng qo'rqinchli kinoni ko'ring-da, svetni o'chirib qo'ying. Javob beraman, o'zingizni yolg'iz his qilmaysiz. Bitta faktni eslatib o'tay. Ayollar erkaklardan ko'proq umr ko'rishadi, chunki ularning xotinlari yo'q. Ha, yana agar tez yordam mashinasidan ko'ra pizza dostavkasi tezroq kelayotgan bo'lsa, siz aniq O'zbekistondasiz. Hammaga rahmat. Telefoningizdagi Dilnoza kim? Men qayerdan bilaman? Kim bo'ladi unda? Shang'illamay o'la. Eng yakshanba kriyush kerak. Voy, u semirib ketganimni, yerga tekkanimdan keyin semirib ketsam, voy. Yana ichdingizmi dadasi? Xotin o'lay agar ichganim yo'q. Unda aytingchi 526 ni kvadratini 448 ga ko'paytirib 58 ga bo'lsa necha bo'ladi? Ichdim xotin. Qo'shni yaxshimisiz? Ketmoningiz berib turing. Lapatkangizda ham qo'shib bersangiz ham mayli. Lapatka deysanmi? Boshqa narsani ham qo'shib beraymi senga? Yo'q, qo'shni o'zingizni bosing. Har kuni bir narsa so'raysan, so'ramaganing xotinim qoldi o'zi. Men o'zim yordam beraman. Qo'y tushib ketmasin. Shunchalik lapashangni o'ylayapsanmi, men dedim. O'g'lim tur darsga borishing kerak. Oyi. Men sen molga tur deb bordingdan. Bugun yakshanba-yu. Ona tili assalomu alaykum. Matematika, kimyo, geometriya, jismoniy tarbiya assalomu alaykum. Algebra, fizika, biologiya assalomu alaykum. Jigarlar, sezganinglardek kunam isib ketdi, 50 daraja. Burnimning teshigigacha issiq o'tib ketdi. Nexus 3 ta ichiga suv to'ldirgandan rakvinaga suv to'ldirib ichida o'tirgan yaxshi-de, o'g'maza. Ko'rib ber iltimos. Har 2 kunda mashinangni olib kelasan. Mashinangni ko'raverib charchadim. Oxir o'zingga bir ko'rib oramanmi deyman-da. Nima deganing bu? O'zingni remont qilaman deyman. Qara Nargiz yozdi. Yo'q, Nargizmi? O'l Noila-ku. To'xta bu yoqqa, to'xta. Moydon qochdim. Ishlagan joyimni uzib olmasam otamning o'g'li emasman. Brat, ana bolam ko'rmadingizmi? Bu bratam tizzalayaptimi deyman-da yo'lkasiga. Xudoga shukr qildi. Qishloqdagi jo'ralar mana Jo'lbars bilan jotibman mana. Mana Jo'lbars. Ana Jo'lbars. Treonni enisani, indamasa boshqa joyga teginasan qishloqqa. Oyjon, nima deysan? Ana magazinda chup-chup solib bering. Sen menga bozorga borishdan oldin nima deb va'da beruvding, it? Mushkvoy, biz qalin do'stlarmiz, a? To'g'ri, sichqon qalin do'stlarimiz. Bir gap aytaymi, qornim yomon ochdi-da. Nima demoqchisan? Do'stligimizga nuqta qo'ymoqchiman. Voy maza. Shu issiqda rosa yoqyapti-da menga maza. Menda gaping bormi? Seni cho'miltirmoqchiman. Tfu, padaringga la'nat. 2 soat oldin cho'miltirding-ku. O'g'lim. Dada. Ana bu to'g'ridagi omborxonani buzib qaytadan quramizmi? Shartmasa dada. Tez eski kiyimingni kiychi. Voy, men kichkina mushukcha. Voy, men sal mushukcha. Qo'lingni tushir. Men tug'ilganda dadang ham planda yo'q edi. Bola, ochkingni o'ray. Ochki bashara. Shu yerda o'tirib ketsam bo'ladimi? Chaksam senga ham beraman. Unday bo'lsa mayli o'tir. Joningdan. Muncha xonang sassiq. O'zim ham obodmasman. Salom bolajonlar. Shashlik somsa yemaysizlarmi mabodo? Yo'q, rahmat. 2 hafta oldin pirashka yegandim. Hali turibdi. Qilsa o'zim olib beraman. Meni dadam deputat. 2 ta shashlik, aka, qiyma bo'lsin, somsasi bilan. G'ayrat. Qo'ying tug'di deb eshitdim. Choy olib bermaysanmi bizga? Nima bu ahvol? Haqiqatan choy olib ber. Choyxonani gaplashish kerak bo'lsa, men gaplashaman. Dadam choyxonasi bor.
Basharangga Nosimni tuplab urardim-ku-ya. Nosim shalkada bor-ku. Chalamalla. Choyxona qilamiz-a? Qani 5 ol. Nos chakkan qo'ling bilan 5 tashlaman, molpoy. Germiona, befarosatmisan, tashqariga burningni qoqib kelsang bo'lmaydimi? Garri, G'ayrat, Eshmat aka yaxshimisiz? Siz yetmay turdingiz. Assalomu alaykum. Ayang yaxshimi? Aytgancha ayang o'lib ketgan-ku, to'g'rimi? Uzr, sal befarosatroqman-da. Tashqariga nos tupurgani chiqdimi o'zi? Sen o'zing nos chakasanmi, Potter? Qanaqa nos? Meni kim deb o'ylayapsiz? Men narkomanman. Yo. Tez boy bo'lib ketish degan kitob. Xo'sh, qani ochib ko'raylikchi? Boyib ketishim kerak. Bunaqa kitob yo'q. Undan ko'ra ishla. Yarim tunda o'qib bormi kutubxonada? Wow, Ron, uylaring molxonaga o'xshar ekan. O'zim bilaman. Shunda biz molimizmi? Xohlasang qo'y bo'l, menga farqi yo'q. Shirinligimni kim yedi? Ron, og'zingga oyog'im sari bor-ku. Oy, Gari, bratishka, yaxshimisan? Men bir Ron va ikkita akasini umuman tan olmayman. Men topgan qizlar ularga yoqmaganmish. Ularni uylantirishim kerak. Lekin sen o'zing yo'lkanga uylanmabdimi? Uni sevgani yo'q. Unga o'zim dadasi so'kmagandan topib beraman. Oyjon, nima deysan? Ana magazinda chup-chup solib bering. Sen menga bozorga borishdan oldin nima deb va'da beruvding, it? Mushkvoy, biz qalin do'stlarmiz, a? To'g'ri, sichqon qalin do'stlarmiz. Bir gap aytaymi, qornim yomon ochdi-da. Nima demoqchisan? Do'stligimizga nuqta qo'ymoqchiman. Voy maza. Shu issiqda rosa yoqyapti-da menga maza. Menda gaping bormi? Seni cho'miltirmoqchiman. Tfu, padaringga la'nat. 2 soat oldin cho'miltirding-ku. O'g'lim. Dada. Ana bu to'g'ridagi omborxonani buzib qaytadan quramizmi? Shartmas, dada. Tez eski kiyimingni kiychi. Oyman kichkina mushukcha, mana sen mushukcha. Qo'lingni tushir. Men tug'ilganda dadang ham planda yo'q edi. G'ayrat. Bobo. Yetirtiq peshana. Soqolingga o'rning. G'ayrat, shunaqa desang, men kecha bilmay nos chakib qo'ydim. Men bunaqa zararli odatni tashaganman, chakmayman. Senga maslahat bermayman. Tupoy, men chakmoqchiman demadim, bilmay chakib qo'ydim dedim. To'g'ri tushunsanchi? Xo'p, bilmay chakib qo'yibsan, nimani his qilding shundan keyin? Nimani his qildimmi? Hozir aytaman. Короче, voy, vachcha, osmonda uchyapman. Osmonda uchyapman, bor o'sha payti bor. Lekin chakmayman, boshqa so'z beraman. Bu yaxshi emas, Germiona. To'g'ri aytasan, nos chakish yaxshi emas, zararli odat. Bo'ldi, boshqa chakmayman. O'zimni arog'imni ichib yuraveraman. O'lim mol. Bola, menga qara, seningcha men qop-qoramanmi? Aslo yo'q, ser, yana bilmadim. Bilmoqchimisan? Unda eshit. Aslida men oq tanli edim. Bir hafta Toshkentga komandirovkaga borib, qop-qora bo'lib keldim. Tushundingmi? Chakurmay sastuvordingiz. Bilasanmi, Nargis, sigaret chakishda ham foydali tomonlari bor. Masalan, seni basharingga qarasam chakkim keladi, tushundingmi? Turqiz qursin. Odam emas ekansiz, men ketdim uyga. Endi bildingmi odam emasligimni? Men buni olib ket o'zing bilan. Abit vaqti ham bo'lib qopti. Biz hozir borib makaron bilan makaron sho'rva ichamiz, Nima deysizlar? Yo'qingizga ketib ketdimi? Hazillashdim. Bo'yningizda qitiqiz yo'q ekan, hazillashdim birodarlar, hazil. Aytishlaricha juda arazchi ekansiz. Bizdan arazlasangiz arazlavering. Arazlayman hamda. Mana arazladim. Qarab turinglar, hali hammangni dadamga aytib beraman. Bitta tomizmay dadamga aytaman. Arazladim, короче. Arazladim. G'ayrat, roltin kalla. Menga qara, nimaga maktab zam direktoriga salom bermading, Voy, ko'rmay qolman. Seriozmi? Salom bermaslikka nima haqqi bor? Haydash kerak uni. Hurmatli zam direktor, o'zingiz ayting, nima qilsin bu? O'ylab olay hozir. Maraz g'oya kelyapti. Topdim. Uzr. Ariza yozsin. Hurmatli zam direktor, endi doim sizga salom beraman deb. Oshirib yubormadingizmi? Soat necha bo'ldi? Futbol bor. Barsa yutdi. Ajab. Nargis, menga yerga tegasanmi? Nega meni yoqtirmayapsan? Keting bu yerdan. Tegmasang olib qochib ketaman, bilib ol. Sizning mashinangiz yo'q-ku. Zato veligim bor. O'lib qolaman, shu velosipedingizda meni olib qochib ketmoqchimisiz, Qo'lingizda ishlasa kelmaydi, dadamga aytib beraman. Kim o, qizim, kim bilan gaplashyapsan? Voy, ana dadam keldi, keting. Shermat aka, brat, qizingizni bering menga. Dumim bilan qasam ichaman, baxtli qilaman.
Xo'sh, Peter, senga meni filmim yoqdimi? To'g'risini ayt. Juda ham zo'r kino ekan. Boshqa ko'rmayman. Ha, kuchuk. Dr. Beck Strange Wife. Zo'r yangiligim bor. Hamster sotuvga chiqibdi. Tezroq ko'ring. Sizniki necha ekan? Men ko'rolmay qoldim. Hamster bizni aldab ketdi. Undan ko'ram foyda olmaysan. Bilardim. Xudoga soldim. Kolam qani? U kolaga men ham pul tashagandim. Xolodilnikni ochsam turgan ekan. Nima qilibdi? 1 litrlik edi-yu. Ichsam ichmanda. Ichmay xarbaloq bo'g'ir kuchuk. Tort kimniki edi? Uni ham yedingmi? U meni tortim edi. Uni men tug'ilgan kunimga olib qo'ygandim. Uzr bilmabman. Happy birthday to you. Sanday kristallarni yotoqxonadan haydash kerak. Jamshid gapir, seni nosingga men chaqib qo'yganman. Battar bo'l. Happy birthday to you. Sog' bo'l Nargiz. Qoshingga bitishkur. Avvalambor salom alaykum bolalar. Va alaykum assalom. Nimaga keldinglar bu yerga? Xullas boyib ketdim men. Hojatxona ham band ekan. Qanday qilib boyib ketdingiz? Hamster eslaringdami bizni aldab ketdi. U bizni hammamizni uxlatib ketdi. Shaxsan meni ham uxlatib ketdi. Shortiga ham olamadim, qarochi. Hamster bo'lmasa qanday boyib ketdinglar, ha? Hamster o'ynayotganlar 100 millionga yaqin edi. Shuning uchun ham uni yaratgan odam hammaga kam pul berdi. Xo'p, unda siz o'zingizni yo'lingizni ayting. Qanday qilib boyib ketdingiz? Bizga ham o'rgating, bolalar. Videoni tagida silka bor. O'sha silka orqali botga kirasiz. Xo'sh, ana undan keyin nima bo'ladi? O'sha silka orqali botga kirasiz, start bosasiz. Xo'sh, ana undan keyin pul ishlashni boshlaysiz. Xo'sh, undan keyin boyib ketasiz. Gapimga javob beraman. Ilhom aka javob. Seriozna? Haqiqatan, seriozna-da. Oxirida normalniy pul chiqarib olishingiz mumkin. Bu hamsterga o'xshamagan. Olg'a. Bolajonlar, biz og'zimizda jopib o'tiramiz endi. Rektorimiz Dumbledor bobo gapiradi. Davay, tizza bo'yi yebichar. Olinglar bolajonlar, biqin qilinglar. Olinglar tagida qoldirmanglar qarochi. Wow, qo'ydi dumbasdan jiz bor ekanmi bu yerda? Ana, Molboy choyxona qachon deysanlar, mana choyxona olinglar. Meni enajonim uyda ovqat yetgan payti gapirmanglar deb o'rgatgan. Men ham gapirmay o'tiribman mana shu desanglar. Og'zing tinmayapti-ku to'nka. Abdusattor aka, ana domlani sinmi edi? Suaresmi, Messimi? Sirius domlami, Severus domlami? Qarochi o'shani chekiga tortdim. Sessiyada yordam berib turing dedim. Sessiyada u senga yordam bermaydi. Bir boshqa sigaret olib bersang yordam berishi mumkin. Rosa chakanda. Kashanda. Bolla, menga sovchi kelyapti. Qaysi sho'rpeshona jo'natdi? Hali yerga tegmayman, lekin o'sha bolani 2 ta geligi, 2 ta Malibusi, 4 qavatli uyi va 2 ta korxonasi bor ekan. Nima deysan? Bolan nomer bormi? Nima qilasan? O'zim tegaman. O'la tupoy.